hech kimdan eshitmagan bo'lsangiz, keyin like bosasiz. Ungacha like bosmay turing. Qiyomatda alomati degan kitob bor. O'sha kitobda aytilgan qiyomatga yaqin Qur'on ko'tariladi degan gap bor. Endi savol, biz nechta sura bilamiz? 10 ta, 15 ta. Endi kamchilik biladi ko'p sura. 114 ta sura bor. Qolgan suralar sekin-sekin ko'tarilmayaptimi? Yoki o'sha kitobda yana bir ma'lumot bor. Qiyomatga yaqin shunaqa insonlar paydo bo'ladi, tashqi ko'rinishdan dindorga o'xshaydi, amali bo'lmaydi. Ko'chada hoji aka, hoji opalarimiz ko'payib ketishdi, to'g'rimi? Hamma tushundi nima demoqchidim. Yoki yana bitta dalil. Qiyomatga yaqin ayol go'shining narxi arzon bo'ladi, chorvadan-da arzon bo'ladi degan joy bor. Qo'shtirnoq ichidagi opalar narxi 200 ming, 300 ming bo'lib ketib qoldi, to'g'rimi? Opalar stavkalarni ozgina pasaytirib yuborganmiz, no haqiqat. Sizlarga erishish oson bo'lib qoldi. 500 ming so'm pul bilan erisha olamiz. Yoki eng asosiysi, qiyomatga yaqin masjidlar qasrdek bo'ladi, odamlar kam bo'ladi deyilgan. Mana bu ham haqiqati, to'g'rimi? Endi savol bermoqchiman hammamizga umumiy. Biz kimga, nimaga, qaysi qilgan amalimizga ishonib yashayapmiz? Bizani qaysi qilgan amalimiz bizani jannatga bemalol olib kirib qo'yadi yoki kimimiz? Mutasaddilardan tortib, o'zimga o'xshagan oddiy insonlargacha. O'sha sizlarning ichingizda men ham borman. Biz payg'ambarimiz o'rgatganidek, Alloh xohlaganidek yashamayapmiz. Videoni haqiqat bo'lsa, storiesga qo'ying. Agar yuragingiz jiz etgan bo'lsa, like bosing. Qalbda nimadir uyg'ongan bo'lsa, tavba qilish narsasi uyg'ongan bo'lsa, 10-15 ta olovchalarni tashlab keting. Videoni o'zingizga yaqin inson deb bilgan eslatma tarzida jo'natish uchun tashlab qo'ying. Joningiz sog' bo'lsin.